Hisob TikTok ikkita katta boyda o'tkazsa tortchu bo'lib qoldi. Aka, bugungi o'yin haqida fikringiz qanday? Ha, 2 soatdan beri gapirib jag'im charchadi. Aha, xo'p. Real bugun kamida 3 ta Barsaga suqadi, tamom. Iloji yo'q uni. Nima deysiz, Abbos aka? Barselona pobeda Aha. 2-0 yutadi. Real bitta ham ura olmaydi. Ya, Real bitta ham ura olmaydi Real. Agar o'ydi, Mana aytaman. boy, agar Real ura olmasa, mana shu yerda ko'cha boshigacha ko't yalang borib keladi. Realni. ana endi siz nima Nimadan qilasiz? gara o'ynaymiz? Ha? Nimadan o'ynaymiz? Nimadan? Hozir qayerga ketadi bu video? Polni ijtimoiy tarmoqqa ketdi. Polni ijtimoiy tarmoqqa bo'lsa, Ha. agar mana shu yerda Ha? agar Real yutsa, men o'zim assobimni mana shu kommentariyani o'zidan 20 ta odamga, 20 ta odam Realchilarni emblemasini tashlagan 20 ta odamga addushi 100 ming so'mdan kartasiga o'zim aloqaga chiqaman. Gap yo'q. O'zim aloqaga. Sizchaga. Barselona yutsa, bugun Barselona yutmaslik, aniq yutishi Barselona. Bugun Barselona yutadi. 30 ta odamni 100 ming so'mdan tarqataman. 50 ta odamga. 100 ta odamni 100 ming so'mdan Ey, menga tarqataman. qarang. To'xtab turinglar. Ikkita boy haqiqatdan ham sizlarga ishonamiz. Lekin men shu narsani o'zim ustiga turaman. Qaysi birlar yutsanglar, obunachilarimizni o'zimiz tanlab, qaysi birini komandasi yutsa, otajon, Ha, agar Real hop, yutsa, hop. mana shu yerdan mayli endi kibr bo'lib ketib 100 ta 200 ta demaylik, bo'ladigan narsa. Ha. 3 million so'mdan 30 ta obunachini shunday terib berasan, Realchilarni Bo'ldi. sani shotingga o'tkazsam, sen o'zing tarqatasan. Bo'ldi, mendan ham 3 million so'm. Bo'ldi. Barselona 3 yutsa, 3 million so'm. Bu qimor emas, bu sizlar uchun. Bu bundan oladigan 3 million menga kerak emas, mendan o'tadigan 3 million bu kishiga ham kerak. Endi sizlar ham o'yinlarni ko'rib yuribsizlar, kim yutadi o'ylaysizlar? Ali Tahomi, Abbos Dombarabatskiy. Nima deb o'ylaysiz? Burabatskiy bilan. Bosinglar, tarqatib kelinglar, yorib tashlanglar akalar.